Assalomu Bugungi alaykum, darsimiz hurmatli shaxmat Zashita shaydolari. Filidora 3 Sizlar bilan nomlanadi. yana junior shaxmat klubi. Demak, Sizlarga shaxmat saboqlaridan darslar berishni davom ettiramiz. boshladik. E4, E5, kon F3, D6, slon C4, F6. F6 yurishidan maqsad markazda kuchli himoya qilyapti. D4 ga slon D7 yuryapti. Ya'ni shoh bermasligi uchun kon H4 yurib ferzni yo'lini ochmoqchi va diagonal chiziq bo'ylab shoh bermoqchi ferz orqali. Kon C6, ya'ni bu holatda D4 dagi markazdagi pechkaga ikkilashib hujum qilyapti. E5 dagi pechka bilan va kon C6. Demak, ferz H5 dan shoh G6 majbur to'sadi. Kon uradi G6. Agar Hj qiladigan bo'lsa, ladiyasi ketdi. Shu maqsadda qurbon qilmoqchi bo'ldi. Lekin qoralar bu vaziyatda slon G4 yurib ferzga hujum qiladi. Agar bu holatda slon uraveradigan bo'lsa, Hj qilib kon uraveradi qoralar. Shu maqsadda slon G4 yurib ferzga hujum qilyapti, ham qurbon qilib yubormoqchi bo'lyapti. Oqlar slon F7 dan shoh, ya'ni bu holatda qurbon qilib yuboryapti. Slon F7 dan shoh, korol uradi F7. Kon E5 dan ikki tomonlama shoh. Otni urib olmaydi pechka bilan, ferzni urib olmaydi slon bilan. Majbur qochadi E7 ga va natijada ferz F7 dan mot. Shu Zashita Filidora 3 partiyamizni yozamiz, yodlaymiz va ko'rsatamiz. Yaxshilab yodlang, mag'zini chaqing. Bugungi darsimiz sizga shu.